Assalomu alaykum. Tayyor akalar. 4,5 kilo plus minus tayyor mana. Bayramga. Yaltirab yotdi janovar, lol bo'lib ketdi mana. Pilotkalari, kallalari. Joni sog' bo'lsin. Takkillab narsa ham yemay qo'ydi janovar. Mana buldorlar. Haqiqiy krasniki o'sha. Xo'roz qisa qilib gapirsin mana. Tayyor janovar. Mujik uzib yuboradi urganda uzib. O'g'il bolasi xo'roz qissa qilib gapirsin. Bo'ladi. Mana akalar, живой ham ko'rib qo'yinglar. Bu dishchi chempionda. Summalida joni inson bo'lgan. Orqalarini bitta ko'rsat, uzunligini ko'rsin. Pastga bitta qo'yib yuboring joni inson bo'lgan. Ey inson bo'lgan, krasavchik. Xo'roz. Gaziga ham qo'l yetmaydi, krasavchik. Bu yana bitta pilotka. Akalar, belini ham bitta ko'rsat. Joni inson, oq dumlardan. Yonini. Krasavchik. Pastga bitta qo'yib yuborchi o'g'il bola. Ey mujik. Uchib ketishi yo'q o'g'il bola, uchib ketishi yo'q. Krasavchik, mujik. Mana shunaqa xo'rozing bo'lsa, kayf qilib, boqib, to'lka maza qilaversinglar, tomoshani qilib, ha? Nima? Xo'rozda bu joning. Mana bu dishchi chempion. Ay krasavchik. Joni inson bo'lsin. 4 kilo 700 hozirgi holat. Joni inson bo'lsin. Uzib yuboraman deb turibdi mujik. Akalar mana bunisi boru joni inson bo'lgan. 4,5 kilo bu ham. Buni ham tepishtirib beraman joni inson bo'lgan. Mana bitta jo'ja topilsa ertaga qo'yib beraman. Zo'rlik qurish bo'ladi janovar. Kaltelari ham go'zal. Xo'roz qissa qilamiz. Bo'ladi. Mana Sho'ro aka. Sho'roz aka. Pas yurmasa bo'ldi endi bu.